Bu pirojnilarni mehmondorchilikka olib borgan edim. Birinchi bo'lib tugab qoldi. Ko'rinishi bayramona, mayin, shiringina, juda ham mazali krasniy barxit pirojnilari. Xamir uchun idishga 100 gram yumshoq sariyog', 280 gram shakar, 50 gram o'simlik yog'i, chimdim tuz hamda 2 choy qoshiq vanilin shakarini solib, shakarlar erigunicha mikserda ko'pirtiramiz. So'ng bu massaga 3 dona xona haroratidagi tuxumni qo'shib, yana 2 daqiqa ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. 220 gram iliq qatiqga 1-1,5 choy qoshiq qizil rangli gelni aralashtirib, umumiy massaga qo'shaveramiz. Endi elakdan yaxshi oliy navli to'ron unidan 280 gram, 1 choy qoshiq kakao, 1 choy qoshiq iste'mol sodasini o'tkazib, qumoqlari ketgunicha mikserni past tezligida yoki venchik bilan aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirni pishiriq qog'oz solingan listga qo'yib tekislab olamiz. Korjimiz 170 darajada qizib turgan duxovkada 17, uzog'i 18 daqiqa atrofida pishib chiqadi. Korjni ko'p pishirib olmaylik, bo'lmasa usti chiroyli qip-qizil emas, jigarliroq chiqib qolishi mumkin. Sovigan korjni 8-9 sm li dumaloq qolip yordamida bo'laklarga kesib chiqamiz. Mana shunaqa shiringina pirojnilar uchun asos tayyor. Ortib qolgan bo'laklardan trayfl qilib olamiz. Endi krem tayyorlashga kirishamiz. Buning uchun men kallah krem chizi va slivkasidan foydalanaman. Muzda 350 gram krem chizga, 400 gram 33% slivka, 150 gram shakar upasi va 1 choy qoshiq vanilin shakarini qo'shib, silliq quyi ko'pik bo'lgunicha mikserlaymiz. Juda ham mazali mayingina krem tayyor. Kremni o'zingizga yoqqan nasadga solingan qopchaga qo'yib, korj ustiga chiroyli ko'rinishda siqib chiqamiz. Men kremni mana shunaqa tomchi ko'rinishda siqib chiqdim. Xohishga ko'ra krem orasiga meva yoki konfet qo'ysanglar, yana ham qiziqarli chiqadi. Ikkinchi korjni ustiga joylashtirib, yana krem qo'yamiz. Men pirojni ustini rezavor meva hamda xandon pista o'shog'i bilan bezatib oldim. Sizlar o'zingizga yoqtirgan narsalar bilan bezatsanglar bo'ladi. Qarang, qanday chiroyli, mayin, eng asosiysi juda mazali pirojnilar bo'lib chiqdi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'rib, yaqinlaringlarni xursand qilinglar. Aytgancha chetlaridan ortib qolgan korj va kremdan mana shunaqa shiringina trayfl tayyorlab oldim.